Bugun Andijon viloyatidagi har bir maktab bu o'quv dargohi emas, balki orzular ro'yobga aylanadigan, qiziqishlar kuchli motivatsiyaga aylanishi mumkin bo'lgan ijtimoiy maydonga aylangan. Dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida Baliqchi tumanidagi 5-umumta'lim maktabda ham yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli va samarali tashkil etish, ularni turli sport va fan to'garaklariga jalb etish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Yoz bu faqat dam olish, to'liq hordiq chiqarish fasli emas, ayni paytda yangi mahorat, bilim va ko'nikmalar orttirish fasli hamdir. Davlat rahbarining tashabbusi bilan joriy qilingan dolzarb 90 kun yozgi ta'tilni yanada samarali o'tkazish uchun yangi sahifalarni ochmoqda. Ayniqsa maktabda tashkil etilgan sport to'garaklari bolajonlarning organizmini yanada chiniqtirib, ular energiyasini to'g'ri yo'naltirishga xizmat qilmoqda. Zero sog'lom tanda sog'lom aql deyishadi dono xalqimiz. Bizning maktabimizda dolzarb 90 kunlik loyihasi bo'yicha qizg'in ishlar olib borilmoqda. Ushbu ishlar bo'yicha men o'zim ushbu maktabda 6 yildan beri jismoniy tarbiya fanidan dars berib boraman. Ushbu prezidentimizning tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan loyihada jami maktabimizda 936 nafar o'quvchi bo'lib, undan 515 nafar o'quvchilar ushbu loyihaga qamrab olingan. Har kuni soat 7:30 dan biz jismoniy to'garaklarni boshlaymiz. Avvalo ularni badan tarbiya bilan shug'ullantiramiz. Ertaman keyin sport to'garaklariga bo'linishadi ular. Sportning gimnastika, stol tennisi, voleybol, basketbol, qo'l to'pi va mini futbol bo'yicha to'garaklarimiz tashkil etilgan. Qolaversa, qo'shimcha maktabimizda kurash to'garaklari ham tashkil etilgan. Bu bilan biz o'quvchi yoshlarimizni yurtboshimiz aytganidek vatanparvarlik ruhida sog'lom holatda voyaga yetishida o'z hissamizni qo'shyapmiz va bundan faxrlanamiz va juda ham xursandmiz. O'quvchilarimiz ham juda ham xursand, ota-onalar ham xursand. Ertaman yaxshi kayfiyatda kelishadi. Sport bu sog'lik garovi. Kunni yaxshi kayfiyat bilan, sport bilan shug'ullanib boshlasangiz, albatta kuningiz juda ham maroqli, qiziqarli o'tadi va charchab qolmaysiz. Bizni jismoniy to'garaklarimizga 2 soat mobaynida qatnashgandan keyin fan to'garaklariga qamrab olinishadi. Informatika, ingliz tili, tikuvchilik to'garaklari, pishiriq to'garaklari ham yo'lga qo'yilgan. Shu ertamanda o'zlarini qizdirib, yaxshi kayfiyatda kunini boshlashadi. Eng yaxshi ko'rgan darslar jismoniy tarbiya darslari hisoblanadi o'quvchilarda. Yana qolaylik ustoz, yana shug'ullanaylik deyshadi. Endi charchab qolasizlar demasa, boshqa to'garaklarga ruxsat beramiz. Organizm uyg'onib, albatta organizm uyg'onib, shu kun qizib ketmasdan oldin tanalarni qizdirishib oladi, o'zlarini moslashtirishadi. Keyin sekin salqin xonalarda o'zlarini bilimlarini olishda davom etishadi. Bu loyiha prezidentimiz tashabbusi bilan yo'lga qo'yildi. Biz ham o'z hissamizni qo'shayotganimizdan juda ham xursandmiz va dolzarb 90 kunlik loyihasida faol ishtirok etamiz. Aytish kerakki, maktabda tashkil etilgan mazkur to'garaklar nafaqat bolalarning bo'sh vaqtini egallashga, balki ularning shaxsiy qiziqishlari va iste'dodlarini kashf qilishga ham xizmat qilmoqda. Ayniqsa chet tillarini o'rganish, IT, musiqa, raqs yo'nalishlarida faoliyat yuritayotgan to'garaklar yoshlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Men Ergash Yoslida ingliz tili fani o'qituvchisiman. Bu ingliz tili fani to'garagimizda o'quvchilarimiz muntazam qatnashib kelmoqdalar. Bu ingliz tili to'garagimizda o'quvchilarimiz listening, writing, reading, listening ko'nikmalari orqali o'zini bilimlarini oshirib bormoqdalar. Bu ingliz tili to'garak davomida o'quvchilarimizni
turli xil metodlar orqali, ayniqsa interaktiv metod orqali, turli xil o'yinlar orqali, who find someone metodlar orqali, ko'ngilochar o'yinlar orqali o'tib boramiz. Men Ahmadjonova Shukrona ingliz tili to'garak fanidan ta'lim olyapman. Bizning ustozlarimiz ham namunali bo'lganligi uchun biz o'quvchilarga ham juda ham zo'r ta'lim beryapti. O'zim men kelajakda doktor bo'lmoqchiman va chet elda o'qishni xohlayman. Xudo xohlasa men kelajakda Oxford universitetiga kirib doktor bo'lmoqchiman. Demak, sizga til kerak bo'ladi. Hozir qaysi darajada bilasiz? Nimalarga qiziqasiz? Qanday o'rganishni xohlaysiz ustozingizdan? Men ustozdan juda ko'p narsalarni o'rganyapman. Ayniqsa men uchun readinglar, writinglar oson bo'lmoqda. Ya'ni o'qish va yozish. Qiynalayotganlarimga ustozim o'zi yordam beryapti. Mana yozda o'tilyapti to'garaklar. Bu sizlarni xursand qildimi? Maktabdan tashqari. 90 kunlik ta'tilda biz zerikib qolmayapmiz, sinfdoshlarni ham sog'inib qolmayapmiz. Shuning uchun bizga bekorchi yurmaslik uchun maktab tomonidan lager va to'garaklar bo'lmoqda. Xursand bo'ldingmi? Men bundan juda ham xursandman. O'tgan yillari bunaqa bo'lmasdi. Prezidentimizga ham rahmat aytaman va maktab ma'muriyatiga ham. Shuningdek, bu yerda o'quvchilar tikuvchilik, pazandachilik, dizaynerlik asoslari bilan ham yaqindan tanishmoqdalar. Har bir yo'nalishda amaliy mashg'ulotlar orqali bolalar o'z qiziqishlarini sinab ko'rishmoqda. O'zim chevarchilikka qiziqaman. Har xil ustvoshlar tikyapman. Maktabda tashkil qilingani yoqdi. Xudo xohlasa bo'sh vaqtlarimda chiqib qatnashaman. Kelajakda men ham ustozga o'xshab texnologiya o'qituvchisi bo'lmoqchiman. Bo'sh vaqtlarimda pichiriqqa ham, chevarchilikka ham chiqib turibman. Tashkil qilinganidan xursandmiz. O'quvchilarning yozgi ta'tilini yaxshi, maroqli o'tkazish uchun bularga pazandachilik, chevarchilik to'garaklarini ochganman. Qizlar hozir o'rganib, bu tarafdagi qizlarimiz o'rganib bo'lishdi chevar. Bular yangi o'rganuvchilar. Kichkina sinf asosan yuqorilar o'rganib bo'ldi. Andozalar tayyorlashyapti. O'zi uchun kerakli narsalar bemalol tikib olishyapti. O'lcham olishni o'rgataman. Undan so'ng keyin material bilan, mato bilan tanishishadi. Mato bilan tanishgandan so'ng bitishni o'rganishyapti. Mana bu yerda yangi tikuv mashinalarini ham ko'ryapmiz. Bular shu maktabga keltirildi. Maktabga keltirildi. Yangi jihozlar hammasi foydalanyapti qizlar hammasi. 20 ta o'quvchim bor, 10 tasi mukammal o'rganib bo'ldi, 10 tasi endi shogird o'rganishyapti. Mana pazandachilik ham dedingiz. Unda nimalar o'rgatyapsiz? Pazandachilikda salatlar, pishiriqlar, tortlar, har xil narsalar o'rgatilyapti. Hamma jihozlarimiz bor u yerda ham, sharoitlar bor. Musiqa to'garagi ixlosmandlari ham ko'pchilikni tashkil etadi. Bu joyda soz chalish, raqs tushish kabi san'atning nozik sir-asrorlari o'rgatilmoqda. Chamanda gul tebranadi, essa shamol, go'zal qizlar qosh keradi, topsa kamol. Chamanda gul tebranadi, essa shamol, go'zal qizlar qosh keradi, topsa kamol. Tanovorga kuylasam gar, qiromayla basta yurar, daryo toshqinni aytsam gar, qo'llari belida turar, qiromaylab asta yurar, qo'llari belida turar. Barcha oshiqlar yuragi vatan mehri birlam urar. Chamanda gul tebranadi,
tebranadi essa shamol go'zal qizlar qosh kiradi ey topsa kamol Qasam to'nlar kiyibmi sizni yor kiydiramana voydoda Marg'ilon adras kiyib yol yonib yondiramana voydoda Olamda yo'q bizdan go'zal dunyoda yo'q voydoda Olamda yo'q sizday bezor dunyoda yo'q yana doda Men onamning erkasi, Bashmaga parvardasi, nozlarimni oshirib yana battaram suydiramana voydoda. Nozlarimni oshirib yana battaram suydiramana voydoda. Quduqda olamda yo'q bizdan go'zal dunyoda yo'q voydoda. Olamda yo'q sizday bezor dunyoda yo'q yana doda Kitob insonni ma'naviy yuksaltirib, dunyoqarashini kengaytiradi. Hayotda o'z o'rnini topish, yaxshi-yomonni ajratish, tasavvurini boyitishda yaqindan ko'makchi hisoblanadi. Maktabda tashkil etilgan kitobxonlik to'garagi ham ana shunday ezgu maqsadga xizmat qilmoqda. Juda ko'p kitob o'qishlarni yaxshi ko'raman. Ko'proq chet el adabiyoti va badiiy kitoblar o'qiyman. Oxirgi marta o'qigan kitobim Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asari bo'ldi. Men bu kitobda Zahiriddin Muhammad Boburning hayot va ijodini o'rgandim. Hindistonga qanday borib qolgani va u yerda qanday qarorliklarni yo'q qilgani, havoga to'lanadigan soliqlarni olib tashlaganlarini o'rgandim. U yerda o'g'li kasal bo'lib qolganligi va Andijonga qayta olmaganligini, o'z yurtini sog'inganligini, vatan tuyg'usini his qildim. Vatan men uchun ona misolida. Vatan o'zi ostonadan boshlanadi deyiladi. Bunda Said Ahmadning Ufq romanida ham gapiriladi. U Ufq romani trilogiyasida Tursunboy urushdan qochib ketadi va xor bo'lib o'ladi. Buni ko'rgan otasi uni o'zi dafn etadi. Men shundan o'rgandimki, Tursunboy vatanga nohaqlik qildi va vatanni sevmadi, shuning uchun u xor bo'ldi deb o'ylayman. Kitob o'qish menga juda ko'p narsa berdi. Ko'plab o'zimni yolg'iz his qilganimda badiiy kitoblarni o'qiyman va ulardan ta'sirlanaman va xulosa olasiz. Xulosa olaman. Kitob do'st bo'la oladimi? Albatta bo'la oladi. Men oxirgi marta O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarini o'qidim. Men bu kitobdan shunday xulosa oldimki, u kitob bizga onani qadrlashni, unga muhabbat va onani bizga qilayotgan mehrliklarini bilish bo'ldi. Men boshida u kitobni ko'rganimda faqat O'tkir Hoshimov o'zini onasi haqida gapirgan deb o'ylasdim, lekin uni o'qiganimdan keyin onamga bo'lgan mehr juda ham oshdi. O'zimga o'ta katta xulosa oldim. Kutubxonamizda biz xohlagan juda ham ko'p kitoblar bor. Hamma kitoblar biz kutubxonada topilsa bo'ladi. Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan Zarbdor 90 kunlik loyihasi e'lon qilindi va mana shu tashabbus asosida viloyatimiz rahbarining topshiriqlariga binoan bizning 5-umumiy o'rta ta'lim maktabimizda ham yozni maktab bilan shiori ostida juda ko'plab ishlarni amalga oshirdik. O'quvchilarimizning deyarli 70% bugungi kunda ham 90 kun davomida maktabga jalb qilib oldik hozirgi kunda va 20 dan ortiq fan, musiqa,
kitobxonlik, hunar to'garaklari o'z ishlarini olib bormoqda. Shaxsan o'zim mana shu maktabimizda o'zim tashkil qilgan kitobxonlik to'garagini hamda drama to'garaklarini olib boraman. To'garaklarimga 20 dan oshiq o'quvchilar jalb qilingan. Bulardan tashqari maktabimizda mana faxriy o'qituvchilarimiz, mana shu mahallamizning eng oldi ilg'or insonlari, kasblari bo'yicha ilg'orlikka erishgan insonlarning yordami bilan 3 avlod uchrashuvlari hamda orasida kelin to'garaklari ham ish olib boradi va yuqori sinf o'quvchilarimizni o'ziga jam qilib olgan. Bulardan tashqari mana 70% dan tashqari 30% o'quvchimiz o'zlarining ota-onalari qaramog'ida turli maktabdan tashqaridagi kasb, hunar to'garaklariga, fan to'garaklariga jalb qilingan. Ularni ham bugungi kundagi ishlari bilan albatta biz ham qiziqib turamiz. O'quvchilarimizda kitobga bo'lgan qiziqishlarni uyg'otish uchun asosan adabiyot darslaridan boshlaymiz. Yoshlarga munosib bo'lgan kitoblarni tanlab berishda mana maktabimiz kutubxonachisi Navbahor bilan birgalikda ish olib boramiz. Buning orqasida mana bitta to'garagimda masalan bitta asarni muhokama qilsak, bugungi mana to'garagimizda O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarini muhokama qilyapmiz. Ertagalik drama to'garagimda xuddi shu asarning qaysidir qismini sahnalashtiramiz. Kitob insonni dunyoqarashini o'zgartiradi. Kitob insonni tarbiyalaydi. Kitob biz o'qituvchilar uchun eng yaxshi yordamchi aslini olganda. Shuning uchun ham kitobning yordamidan biz albatta foydalanishimiz kerak. Bir so'z bilan aytganda davlat rahbarining tashabbusi 5-umumta'lim maktabining ahil jamoasi tomonidan katta ko'tarinkilik bilan qabul qilinib, yosh avlodni sog'lom fikrli, ma'naviyatli, bilimli va salohiyatli bo'lib kamol topishlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda.